Diqqat 26 dekabr uchun dollarning amaldagi kurslari e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 26 dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 10,87 so'mga oshdi va 12,078 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi esa 5,29 so'mga tushdi. 14,234 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 1,52 so'mga balandladi va 155 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuani 3,51 so'mga ko'tarildi va 1723 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 gramm uchun narxi esa 5800 so'mga oshdi va 1,788,400 so'mni tashkil etdi.